Assalomu alaykum qadrdon meni muxlislarim. Yana kechga nima ovqat qilay deb o'ylab o'tiribsizmi? Men esa bugun tushlikka kotletalar tayyorlayman. Qani endi boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Buning uchun menga 200 gram qiyma, 50 gram non talqoni, tuz va ziravorlar, birta kichkinagina piyoz va bir tishcha sarimsoq kerak bo'ladi. Qani endi boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Endi hamma masalliqlarni aralashtirib kotletalar yasashni boshlaymiz. Mana men piyoz va sarimsoqni mayda to'g'radim. Piyozni mayda to'g'radim, sarimsoqni mana mayda tishchali sixakdan o'tkazdim mana. Endi go'sht talqonni solamiz. Tuz va ziravorlarni solamiz. Bularni qo'shamiz va kotletalar yasaymiz. Mana men hamma masalliqlarni aralashtirdim. Endi kotleta yaxshi bo'lishi uchun urish kerak. Mana go'sht bir-biriga yaxshi aralashish uchun mana. Endi kotletalarni yasay boshlaymiz. Mana go'shtni olib kotletalarimizni yasaymiz mana. Mana qadrli muxlislarim, mana men kotletalarni yasadim. Endi bularni yog'da qovurib olamiz. Qadrdon muxlislarim, ana kotletalarni qizib turgan yog'da qovurib oldim. Endi qovurib bo'lgandan keyin yarim kosa suv solib bug'a qo'yamiz. Qadrdon muxlislarim, yarim piyolagina suv solib kotletalarni bug'a qo'yamiz. Qadrdon muxlislarim, mana meni kotletalarim pishdi. Men bunga kartoshkani qovurib garnir qildim. Qani endi dasturxonga marhamat. Qadrdon meni muxlislarim.